Dunyodagi eng hashamatli qamoqxonalar haqida eshitganmisiz? Dubayda joylashgan Al Avir VIP qamoqxonasi. VIP zona kamerasi Dubaydagi 3 yulduzli mehmonxona bilan bemalol raqobatlasha oladi. Ba'zi manbalarga ko'ra, PlayStation, Smart TV, hattoki xushbo'y atirlarni ham bemalol olib kirishga ruxsat berilgan. 2021-yilda shunaqa ma'lumot bor. Gulf News'da chiqqan maqolaga ko'ra, VIP zonada 3 ta mahbus qamoqda Zoom orqali biznes uchrashuvlarini o'tkazgan. Halden Prison Norvegiyada joylashgan bo'lib, har bir mahbus uchun yiliga $90,000 sarflanar ekan. Bu degani oyga $7,500. Ba'zi davlatlardagi prezidentlik maoshidan ham ko'proq. Mahbuslarga gitara, pianino, professional musiqa studiyalari taqdim etiladi. O'zining albomlarini yozish uchun. Ro'yxatimizda oxir ko'rinda esa Justizentrum, Leoben, Avstriyada joylashgan bo'lib, bino shunchalik go'zalda dizaynga egaki, odamlar uni mehmonxona deb o'ylashadi yoki universitet binosi deb adashishadi. Qamoqxonaning devorida shunday bir go'zal yozuv bor-da, qarang. Hamma odamlar erkin tug'iladi va teng huquqli bo'ladi degan ekan. Har bir maxsusga ajratilgan adilli joyini qarang. 13 metr kvadrat yashash uchun, 6 metr kvadrat esa hammom vanna uchun. Har bir xonada televizor, stol, shkaf, oyna va hokazo shunga o'xshagan narsalar bor. Hattoki ba'zi xonalarda esa alohida balkonlari ham bor. Bu joy qamoqxona emas, to'g'ri, ba'zilar uchun esa bu sanatoriya. Siz jinoyat qilmasdan shunday joyda yashagan bo'larmidingiz? Kommentariyada yozib qoldiring.